Video boshlanishidan avval shuni alohida ta'kidlamoqchimiz. Ushbu asar mutlaqo to'qima bo'lib, haqiqiy hayotimizdagi ijtimoiy, siyosiy yoki diniy qarashlarimizga hech qanday aloqasi yo'q. Ushbu loyihadan asosiy maqsadimiz yo'ldagi, uydagi yoki bekorchilikdagi bo'sh vaqtingizni ijtimoiy tarmoqlarda behuda sarflamay, eng sara asarlarimizdan bahramand bo'lishingizga imkon yaratishdir. Marhamat, tomoshani boshlaymiz. Insoniyat hech qachon bunday dahshatli maxluqlarni ko'rmagan edi. Ular qayerdandir paydo bo'lib, shaharlarni bosib olishdi. Hatto butun bir hududni yo'q qilib yubora oladigan kuchli yadro portlashlari ham ular uchun atrofida raqs tushiladigan gulxandek edi. Odamlar ularni ofatlar deb atashdi. Barcha odamlar taqdirga tan berganda 13 ta burj avliyosi paydo bo'ldi. Dastlab oliy ma'budlar faqatgina 12 avliyoga shu ofatlarga qarshi turish uchun ilohiy kuchini berishgan edi. Ammo kunlardan bir kuni hech ham kutilmagan vaziyatda ma'budlarning mutlaqo yordamisiz 13-avliyo uyg'ondi. U nihoyatda kuchli qudratga ega holda paydo bo'ldi va ofatlar yetakchisi bo'lgan o'ta yovuz qizil ko'zni o'ldirish maqsadida iblislar minorasiga kirgan 12 mard botir safiga kirdi. Biroq 13-ning qayerga g'oyib bo'lgani endi sirligicha qoldi. Butun insoniyat uning fidoyiligi uchun aza tutib qayg'urdi. Sheriklari esa omma oldida soxta yig'lab berishdi. Lekin bularning bari yolg'on edi. U rostdan ham qizil ko'zni o'ldirish uchun o'zini fido qildi. Ammo bunga o'sha ifloslar uni tashlab qochgani sabab bo'lgandi. U eng zaiflashgan paytida to'satdan o'z do'stlari tomonidan orqasidan zarba yedi va tubsiz jarlikka qulab tushib o'rnidan tura olmasdi. Chap qo'li uzilgan, o'ng qo'lini ko'tarishga madori yo'q holda yotarkan, iblislar unga baqrayib qarab turishardi. Lekin u bu yerda o'lishni umuman xohlamadi. Og'riqni bosish uchun pichoqni tishlab olib, o'limni yenggancha yana qaddini rostladi. Nafratdan kuch olib, iblislar minorasida uni o'limga tashlab ketgan pastkashlardan qasos olish hamda qaytish yo'lini topish uchun tinmay kurashdi. U yerdan chiqa oladimi? Ligon iblislar minorasida sheriklari tomonidan tashlab ketilishidan oldin Taeksu bilan oddiy oshxonada qovurilgan tovuq yeyishga borgan edi. Dasturxonga keltirilgan issiq ovqatdan hali ham tutun chiqib turardi. Shunda Taeksu o'z do'stiga qattiq tikildi va o'ta jiddiy ohangda: "Sen ertaga o'lasan", dedi. "Nima? Taeksu, nega mening tezroq o'lishimni bunchalik xohlayapsan?" Ikkala qo'lida tovuq sonini ushlab olgan yigit birdan xoxolab kulib yubordi. "Men bir vaqtning o'zida ikkita tovuq sonini yeyayotganimga hasad qilyapsanmi?" dedi chiroq yorug'ida Ligonning kiyimi ostidagi chandiqli yuzi yaqqol ko'rinardi. Uning chap ko'zi oqarib ko'r bo'lgandi. Tuk o'smaydigan chuqur jigarrang chandiq uzoq o'tmishdagi qonli jangdan xotira edi. O'zining Taeksu degan ismini eshitib, Hugoning g'azabdan qoni qaynardi. "Men senga taxallusimni ishlatmagin degandim", dedi Hugo. Lekin Ligon uni masxara qilishni to'xtamadi. Tovuqni paqqos tushirayotgan Ligon shunday dedi: "Ko'p o'ylanaverma, meni o'ldirish oson emas do'stim. Sen va 12 avliyo do'stlaring kirgan ofatlar sonini kvadratga ko'paytirsang ham, mening qo'limda o'lganlarning 10dan biriga yetmaydi. Shuning uchun bu xayollarni yig'ishtir." Hugo xavotirda bo'lsa-da indamadi. Axir bunday gapga qanday qilib e'tiroz bildirsin? Iblislar minorasi eng xavfli ofatlar uyasi va odamzod uchun eng katta xavf edi. Hammasi 20-asr so'nggi kunida ofatlar qayerdandir paydo bo'lib, dahshatli kuchi bilan insoniyatni qirilib ketish yoqasiga olib kelganida boshlangan. Tarixdagi eng og'ir shu damlarda o'zini ilohiy ma'bud deb atagan 12 ma'budlar paydo bo'ldi. Ular 12 insonni uyg'otib, ularga ofatlarni yengishga qodir ulkan kuchni berishga va'da qilishgandi. 12 juda ham ajoyib juft raqam. Lekin kutilmaganda qayerdandir 13-inson ham uyg'ondi va u hech qaysi ma'buddan marhamat olmagandi. Insoniyat uchun 13 xosiyatsiz raqam. Ammo unga qarab turib, xuddi iblislar ovchisining o'zini ko'rgandek bo'lardingiz. Hech qanday ilohiy marhamatsiz ham u aql bovar qilmas darajada kuchli edi. 12 burj avliyosini birga qo'shgandan ham qudratliroq edi. U shu qadar kuchli ediki, avliyolarning ko'ziga cho'p bo'ldi va ular undan doim xavotir olib ehtiyot bo'lishardi. Uning kimligini taxmin qila oldingizmi? Bu sirli qahramon hikoya boshidagi yuzi chandiqqa to'la ikkita tovuq sonini yeb o'tirgan yigitni eslatmayaptimi? Balki qandaydir o'xshash jihatlari bordir. Ko'r chap ko'zi va boshidagi tuksiz chuqur chandiq uning kimligini yaqqol ko'rsatib turardi. U bosh qahramon Ligon edi.
Guruh bemalol oldinga siljishi uchun barcha ofatlarni bitta qoldirmay, yo'q qilgan do'stiga minnatdorchiligini bildirish uchun Hugo xursand bo'lib uning yoniga keldi. Ligon esa tosh ustiga o'tirib oldi-da, unga qarab dedi: "Bo'ldi endi, gapni bas qil. Quruq gaplar o'rniga meni 5 yil qovurilgan tovuq bilan mehmon qilsang-chi? Shuni foydasi ko'proq emasmi?" Hugoga pul umuman muammo emasdi, ammo bu qishloqcha ism uning asabiga tegardi. U ming yalinmasin, faqat Ligongina uni shunday chaqirishni kanda qilmasdi. Rosa asabni buzadi-da. Ba'zi narsalar o'zgarishi mumkin, lekin do'stining ismiga kelganda u aslo qaytmasdi. Ular shovqin qilib tortishar ekan, Burj avliyolarining ikkitasi kulib qo'yishdi. Albatta, u eng kuchli ofat-ku. Taxminan hisoblaganda ham gap 1 trillionlar haqida bo'lyapti. Yaqin atrofda o'tirgan Ligon ham suhbatga qo'shildi. Qasrlar va qimmatbaho mashinalar sotib olgandan ko'ra, Gavayga borib mazza qilib yashashni o'ylashingiz kerak. Qizil ko'zni o'ldirish uchun shuncha davlatlar bor budini sarfladi. Sizlar esa faqat pul uchun shuncha xavfga bo'ryapsizlarmi? O'zingizni hammadan aqlliman deb o'ylaysizmi? Semiz kishining yuzida sovuq tabassum paydo bo'ldi. Boy odamga pulni qanday sarflashni o'rgatishing shart emas, o'qdingmi? dedi. Keyin u piching qilib, hattoki Ligonning o'zi ham majaqlangan yuzi va tanasini tuzatish uchun ko'proq pul topishga jon halak bo'layotganini aytib o'tdi. Shuning uchun u o'zini hammadan ustun qo'ymasligi kerak. Ligon ularning bu masxaralariga jimgina chidadi va bu ifloslarga bir nima deyishdan foyda yo'q deb o'yladi. Ular tezroq ketib uni tinch qo'yishlarini juda ham xohlardi, biroq ular baribir orqaga o'girilib, jinnilarcha xoxolab kulishda davom etishdi. Senga pul topish bo'yicha yaxshi maslahat beraman. Keyingi safar chaqirishganda yugurib borma. Odamlar ko'proq qurbon bo'lishni kutib turgin. Shunda hisobingga pul tushganini bildiradigan xabarlarni eshitasan dedi. Ligon asabiylashib xo'rsinib qo'ydi. Aytishga umuman gapi qolmagandi. Bu pastkashlar o'zi qanaqa avliyo bo'ldi? Qizil ko'z bilan ishni tugatgach, u bular bilan aloqani butunlay uzmoqchi edi. Guruh tepadan o'tkir toshlar osilib turgan ulkan g'orga keldi. O'zini avliyo sanagan 3 kishi qo'rquvdan qotib qolgandi. Bu deb duduqlanardi ular. Tepaga qarab nihoyat iblislar minorasining so'nggi xo'jayini bo'lmish dahshatli qizil ko'zni ko'rishdi. U tog'dek ulkan, boshi esa shoxlarga to'lib ketgandi. Atrofdagi havo aql bovar qilmas darajada isib ketdi. Agar sizlarga ushbu manga yoqqan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosib, izohlarda fikringizni qoldiring. Ha, aytgancha, ushbu manganing yana ham ko'proq qismlarini ko'rishni istasangiz, Telegramdagi VIP kanalimizga qo'shilishingiz mumkin. Buning uchun shunchaki Telegram orqali Manga Dunyo adminga yozing. Uning shunchaki ko'rinishiyoq hammaga og'ir bosim o'tkazar. Hatto Ligondek kuchli jangchini ham sergak tortishga majbur qilardi. To'satdan iblis quloqni qomatga keltirib na'ra tortdi. Butun g'or qattiq silkinib ketdi. Yer yorilib, ichidan qaynoq lava otila boshladi. Cho'chib ketgan Ligon darhol o'zini himoya qilib orqaga sakradi. Yoriqlar yanada kattalashib, pastdagi jumbushga kelgan dahshatli lava daryosi ko'rinib qoldi. Qaynayotgan oqim yerni yorib o'tib, osmonga otildi. O'zini avliyo sanagan kimsalar esa bu jaziramaga aslo chiday olmay, olovda kuyib, azobdan dodlab yuborishdi. Lava iblislar minorasini teshib o'tib, osmonga otildi va keng osmonni yoritib yubordi. Minoradan otilayotgan bu lava xuddi jahannamga kelgan ahmoqlarni kutib olayotgan mushakbozlikka o'xshardi. Jazirama issiqlik va chang osmonni qoplab oldi. Oyoqlari yonida qaynayotgan lavaga baqrayib qarab qolgan avliyolarni qattiq qo'rquv bosib, qaltirab qolishdi. Zilzila oqibatida ulkan vulqon krateri paydo bo'lib, iblislar shoxini ulardan ajratib qo'ydi. Qalin tutun orasida qizil ko'z o'z taxtida xotirjam o'tirardi. Uning ko'zlari yovuzlik bilan chaqnar, o'zidan mamnun holda tirjayardi. Maxluqning dahshatli haybatini ko'rgan ayol avliyoning ko'zlari qinidan chiqqudek bo'lib qaltirab duduqlandi. "Qochinglar!" deb bor kuchini yig'ib baqirdi. "Hoziroq qochinglar!" Vahimaga tushgan guruh ortga qarab qocha boshladi. Bunday dahshatli maxluq bilan jang qilib bo'lmasligini aytib dodlashardi. Yana shu qo'rqoqlar o'zlarini ilohiy avliyolar deb atashga yuzi chidardi. Ligon ularning xuddi itdek dumini qisib qochishini kuzatib, charchoq bilan xo'rsinib qo'ydi. U qilichi dastasini qattiq ushladi. Garchi yolg'iz qolgan bo'lsa-da, zarracha qo'rqmadi. Butun tanasi ulkan kuchga to'lgandi. Nima bo'lsa ham, osmon uzilib yerga tushsa ham, bugun qizil ko'zni aynan Ligon o'ldiradi. Shu qaror bilan u butun kuchi bilan oldinga sakradi. Yer zarbidan yorilib ketdi.
U o'lim jangi uchun to'g'ri iblislar shohi tomon otildi. Bu tirik qolganlar aytib bergan hikoyaning bir qismi edi. Keyin nima bo'lganini, Ligon sheriklari xiyonati tufayli hozirgi ahvolga tushib qolganini hech kim bilmasdi. Qancha vaqt o'tdi ekan, uning o'zi ham eslay olmasdi. U tashqi dunyo qanday o'zgarganini ham bilmasdi. Minora ichida va tashqarisida vaqt boshqacha o'tarmikin? Kim bilsin? Buni o'ylashning o'zidan uning boshi og'rirdi. Endi uning xayolini band etgan yagona maqsad iblislar minorasidagi oxirgi maxluqni ham qirib tashlash edi. Axir bu qonli joy ofat maxluqlarni tinimsiz chaqirish uchun yasalgan maxsus tuzoq edi. O'sha yaramas avliyolar uni shu bilan o'ladi deb o'ylashganmidi? Garchi u bir qo'lidan ayrilgan, qonga belanib o'lim yoqasida turgan bo'lsa-da, bu yerdan tirik chiqishga qat'iy qaror qilgandi. O'sha kun kelganda, o'sha ablahlarning har birini boshini uzishga qasam ichdi. Shunchaki ozroq kutlaring derdi. Og'izdan qon oqquncha qilichini tishlab, o'sha itlardan o'ch oladigan kunni kutadi. Vaqt uchib o'tdi. Ko'z ochib yumguncha 20 yil vaqt ham o'tib ketdi. Ofat maxluqa yerda cho'zilib yotgancha qaltirab duduqlanardi. Qanday qilib bu yergacha yetib kelding? Uning qarshisida turgan odam, sen oxirgisisan. Ikki shoxli maxluq qo'rquvdan orqaga qochgancha qichqirdi. Kimdir meni qutqarsin. Qo'ysangchi o'zingga kel. Hozirgina seni oxirgisisan dedim-ku. Yana kim senga yordamga kelardi? Vikinglarga o'xshash barzangi ulkan oyog'ini ko'tarib, uni qattiq ezib tashladi. Qon sachrab ketdi va ofat maxluqi jonsiz qotib qoldi. Axir tugadimi? Dedi u o'rta yashar odam. Bu o'sib ketgan soqolli odam, xonimlar va janoblar, aynan Ligon edi. U barcha iblislarni qirib tashlasa, bu yerdan oson chiqib ketaman deb o'ylagandi. Ammo umuman unday bo'lmadi. To'satdan g'or qattiq silkinib, toshlar yomg'ir kabi yog'ila boshladi. Balki bu chiqish yo'lidir. Xuddi shu savolga javob bergandek, ulkan tosh Gonning boshiga urilib, uni hushdan ketkazdi va vayronalar ostiga ko'mdi. Tashqi dunyoda, ochiq moviy osmon ostida esa faqat xarobalik hukm surardi. O'sha vayronalar uyumi tarafdan qichqiriq keldi. Tez qoch! Bu vahimali ovoz telbalarcha yugurayotgan 2 yosh yigitniki edi. Bugun aslida xavfsiz kun bo'lishi kerak edi. Shuning uchun ham ular tashqariga chiqishgandi. Biroq ortlardan qizlar galasi emas, naq 3 ta yuqori darajali ofat bo'rilari quvib kelishini kim ham o'ylabdi. Tamom bo'ldik, hammasi tugadi, deb qora sochli yigit vahimadan goh kulib, goh yig'lab so'kindi. Jin ursin, ko'nglim sezganiga ishonishim kerak edi. Bir folbin bugun ular shunday dahshatli maxluqqa duch kelishni bashorat qilgandi. Bunga qaramay ular baribir tashqariga chiqishgandi. Ularning ortidan bir bo'ri sakrab, ikkovining o'rtasiga tashlandi. Ular qattiq qo'rqib ketganidan dodlab yuborishdi. Qora sochli yigit alam bilan mushtini yerga urdi. Jin ursin hammasini, ofat bo'rilari. Ularni 4 tomondan o'rab olgandi. Qochishga endi umuman yo'l yo'q. Oldinda faqat o'lim kutardi. Qora sochli yigit g'azabdan tishini g'ijirlatib pichirladi. Agar Ligon tirik qolib, iblislar minorasidan chiqqanida edi, bu bo'rilar umuman muammo bo'lmasdi. Va shunday qilib folbinning tilagi ijobat bo'ldi. Iblislar minorasining eshigi to'satdan lang ochildi. Ko'zni qamashtiruvchi yorug'lik chaqnaganida yigitlarning hayratdan ko'zlari kattalashib ketdi. So'ngra butun shaharni larzaga keltirgan o'ta qudratli portlash yuz berdi. Hammasi shunday bo'lgan. Minora yonidagi 2 yigit shamolda uchib ketmaslik uchun arang oyoqda turib, nima bo'lishini kuzatishardi. Zirillash va titroq nihoyat to'xtaganda havoga faqatgina tutun ko'tarilardi. Iblislar minorasi g'oyib bo'lib, o'rnida faqat ulkan chuqur jarlik qolgandi. Ammo bu 2 yigit qandaydir mo'jiza tufayli tirik qolgandi. Ular vayronalar orasidan o'rmalab chiqishar ekan, nima voqea bo'lganini umuman tushunishmasdi. To'satdan biri do'stiga qichqirdi. "Jimin, qara, u yerda kimdir bor." U qaltirab minora qulagan joyga ishora qildi. Do'sti ham darhol u qarab turgan tomonga ko'z tashladi. Tutun ichidan baquvvat inson qo'li ko'rindi. Bu aniq maxluq emasdi. Olovli xarobalar orasida baland bo'yli, viqorli odam qad rostladi. U g'azab bilan mushlarini bir-biriga qattiq urib so'kindi. "Orqamdan pichoq urib, meni o'sha tuzoqqa itarishga qanday jur'at qildinglar, iflos itlar?" Ligon ayni kuchga to'lgan paytidagidek baquvvat mushaklari bilan haqiqiy dunyoga qaytgandi. U yillar oldin uni o'sha la'nati tuzoqqa tushirgan yaramaslarni tinmay so'kardi. Aldanganidan chiqqan g'azab va iblislar minorasidagi azoblar birlashib, dahshatli nafratga aylangandi.
Hammang o'lasan, la'nati avliyolar. Ligonning ko'zlari qasos o'tida yonib, ularga chinakam azobni ko'rsatishni aytib hayqirdi. Xarobalar orasida qulayotgan toshlarning ovozi yashirinib o'tirgan ikki yigitni xavotirga soldi. Ular nima bo'layotganini tushunmasdi. Ular ofat maxluqlari qanday oson pachaqlanayotganini, birining iyagiga zarba tegib, boshqasining boshi ezilganini hayratda kuzatishardi. Ikkovining ham og'zi ochilib qoldi. Yuqori darajali o'yinchilar ham sariq darajali maxluqlarga qarshi qiynalardi. Bu odam esa ularni osongina qirib tashlayotgandi. Qoyil, Ligon bir maxluqning boshidan ushlab, o'liklarni bosgancha xoxolab kuldi. Atrofga qarab, bekinib turgan sharpalarni payqab qoldi. U birdan sakrab, ularning ko'zidan yo'qoldi. Yigitlar nima bo'lganiga tushunmay qolishdi. Bir necha soniyadan so'ng u to'satdan tepadan tushib keldi va ular yashiringan joyni pachoqlab tashladi. Yigitlar qo'rqqanidan dodlab yuborishdi. Agar sizlarga ushbu manga yoqqan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosib, izohlarda fikringizni qoldiring. Ha, aytgancha, ushbu manganing yana ham ko'proq qismlarini ko'rishni istasangiz, Telegramdagi VIP kanalimizga qo'shilishingiz mumkin. Buning uchun shunchaki Telegram orqali Manga Dunyo adminga yozing. Nega bizga hujum qilyapsiz? Jimin orqaga tisarilib duduqlandi. Aqjusi esa allaqachon yig'lab yuborgandi. Bular shunchaki odamlar-ku. Ularning yashirinib o'tirgani Ligonga yana biror maxluq qolib ketibdimi degan o'yni bergandi. Atrofni kuzatib, u hamma maxluqlarni qirib tashlaganiga amin bo'ldi. Buni ko'rgan ikki yigit yengil tortdi va darhol bu odam haqida o'zaro gaplashishni boshladi. Jimin uning minoradan qochib chiqqani haqidagi voqeani jurnalistlarga sotmoqchi bo'ldi, lekin Aqjusi uning og'zini yopdi. Minorani qanaqa joy deb o'ylayapsan o'zi? U yerdan umuman hech kim tirik chiqa olmaydi. U shunchaki adashib shu yerdan o'tib ketayotgandir, dedi u. Ligon endi ularga yaqinlashmoqchi edi, biroq yigitlar qo'rquvdan orqaga tisarilishdi. Chunki uning shundoq orqasida bitta ofat maxluqi tirik qolgandi. Ko'zlari qizarib so'laga oqib turgan maxluq o'z to'dasini qirgan odamga qarab irillardi. Bo'rilar sardori, deb dodlardi yigitlar ko'z yoshlari oqib. Ligonning shunchaki jilmayib turganini ko'rib unga rahm qilib, "Qoching aka", deb baqirishdi. Shu lahzada bo'rining ko'zlari chaqnab, og'zida energiya yig'ila boshladi. U g'azab bilan hammaga olov purkashga tayyorlanayotgandi. Jimin va Aqjusi qo'rquvdan boshlarini yopib, qaltirab tishlarini g'ijirlatishdi. Bo'rining dahshatli hujumi boshlanib, yo'lidagi hamma narsani kuydirib yubordi. Atrof kuchli olovdan yorishib ketdi. Ancha vaqtdan keyingina tutun va olov sekin tarqaldi. Biz tirik qoldikmi? Ikki yigit yana mo'jiza tufayli o'limdan qutulib qolishgandi. Ularning oldida qalin tutun ichida sochlari shamolda uchib turgan keng, baquvvat odamning orqa tarafi ko'rindi. Bu o'z kuchidan foydalanib ularni himoya qilib qolgan Li Gon edi. Nahotki u bizni qutqargan bo'lsa? Ikkovining ham hayratdan ko'zlari katta-katta ochildi. To'satdan ustidan kulgandek baland kulgi eshitildi. "Qanaqa ahmoqsan?" Ligonning butun tanasi kuchga to'lib, birdan havoga sakradi. Bu maxluqni va qotib qolgan ikki yigitni ham hayratda qoldirdi. U mushtini tugib, pastga sho'ng'idi va baqirdi. "Agar shunchaki ahmoq it bo'lsang, joyingda o'tir." U raketadek maxluq tomon uchib borib, uning boshiga qattiq musht tushirdi. Kuchli zarbadan yer parchalanib ketdi. Buni ko'rgan ikki yigitning hayratdan og'zi ochilib qoldi. Yerga sekin tushgan Ligon g'olibona jilmaydi. Uning ortida esa bo'rilar sardori qulab tushdi. Ulkan jasad yerda cho'zilib yotardi. U butunlay noto'g'ri odamga tashlanib xato qilgandi. Endi rostdan ham tugadimi? Ligon atrofidagi changdan yo'talib, orqaga qarab baqirdi. "Hoy, siz ikkovingiz!" Bu ovozdan ular cho'chib ketdi. Qo'rqqanidan ishtonlarini xo'l qilib qo'yishiga oz qoldi. "Tez qochinglar!" Ligon ularga qarab sekin boshni burganida undan xavfli havo taralardi. Yigitlardan biri qaltirab duduqlandi. "Qayerga boramiz?" Ligonning vahimali qarashi darhol yorqin tabassumga aylandi. "Albatta menga ovqat topib kelishga-da." Qo'rqinchli muhit butunlay yo'qolib, o'rtaga jimjitlik cho'kdi. Ligon boshni qashlab kulib qo'ydi. "Yana kiyim ham topinglar, xo'pmi?" Ikki yigit nima deyishni bilmay ichlarida o'ylashdi. Jin ursin, shuni yuragimizni yormasdan oldinroq aytsa bo'lmasmidi? Bir necha soat o'tib, restoranda yashil ko'ylakli yigit stolga ulkan idishni taraqlatib qo'ydi. Qolgan ikkisi esa hisobni ko'rib, arvohdek oqarib ketgandi. Qanday qilib bir kishi shuncha ovqat yeyishi mumkin deb nolishdi ular. Axir bu naq 20 ta odamga yetadigan ovqat-ku.
Bo'sh idishlar tog'i ortidagi odam esa qahramonimiz Ligon edi. Uning qorni xuddi ulkan xumdek ishib ketgandi. Uyat degan narsa umuman yo'q. Yigitlarning yig'lagudek bo'lib turgan aftini ko'rib, Ligon gapirdi. Pulinglar ozligini bilib o'zimni ancha bosib turibman. Joningizni qutqarganim evaziga hamma narsani olib beramiz degandinglar. Endi bo'lsa no'liyapsizlar. Keyin u xotirjam qo'shib qo'ydi. Shirinlik o'rniga yana bir idish lag'mon yeyman. U yana ovqat aytgach, Ag'jusning asabi chidamay baqirib yubordi. Bo'ldi, yetar endi. Sabrning ham chegarasi bor-ku axir. Vaziyatni yumshatish uchun Jimin bu ochofatdan kimligini so'ray boshladi. O'zi kimsiz? Shogirdmisiz yo ilohiy guruh sardorimi? Minora atrofida nima qilib yurgandingiz? Qanaqa shogird? Men shunchaki minoradan chiqib keldim, dedi Ligon parvo ham qilmay. So'ng gapni ularning o'ziga burdi. U Jimindan qandaydir sehrli kuchni sezardi. Bu yigit oddiy odam emasligi aniq edi. U shogird, deb uning o'rniga javob berdi Ag'jusi. Jimin esa g'urur bilan ko'kragini kerdi. Siz ham ma'budlar marhamati bilan uyg'ongan shogird emasmisiz? Ma'budlar haqidagi har qanday gap Ligonning asabiga tegardi. Nima uchun u o'sha ablahlarga xizmat qilishi kerak o'zi? Lekin shu payt uning ko'zi qoshiqdagi o'z aksiga tushib qoldi. Bu nima balo? Qoshiqdan unga qarab turgan silliq, sog'lom yuz umuman uniki emasdi. U joydan sakrab turib, "Ko'zgu qayerda?" deb baqirdi. Qo'rqib ketgan ofitsiant qiz qaltirab narigi tomonni ko'rsatdi. Ligon yugurib borib ko'ylagini yechdi. Odam ko'p restoranda kiyim yechish g'alatida. U ko'zgudagi bitta ham chandiqsiz, benuqson va baquvvat tanasiga hayratlanib tikilib qoldi. Uning jarohatlari bitishi juda qiyin edi. Lekin o'zini tekshirib ko'rgach, u nafaqat avvalgi holatiga qaytganini, balki oldingidan ham kelishganroq bo'lib qolganini tushundi. Hatto butunlay uzilib ketgan chap qo'li ham to'liq tiklangandi. U yangi qo'lini hayrat bilan ko'zdan kechirarkan, terisida xira belgi paydo bo'ldi. Sekin-asta undan mitti ilon chiqib, soniyalar ichida to'liq shaklga kirdi. Ilonni ko'rgan zahoti uning qo'lida dahshatli og'riq turdi. U tishini tishiga qo'yib, bunga chidashga majbur bo'ldi. Shu lahzada Ligonning butun vujudida ulkan energiya to'lqini paydo bo'ldi va to'satdan tizim xabari ko'rindi. Siz o'limni boshdan kechirdingiz. Siz ilojsiz narsaga erishdingiz. Mavjud qobiliyatlaringiz yangi tanaga o'tkaziladi. Minoradagi barcha yutuqlar tajriba ballariga aylanadi. Siz burch qobiliyatini yaratdingiz. Sizdagi barcha noyob qobiliyatlar va xususiyatlar yangi tanaga o'tkaziladi va yanada kuchayadi. Bundan tashqari, Ligon endi ilon burji qudratiga ega bo'ldi. Vujudiga oqib kirayotgan bu ulkan energiyani ushlab tura olmay, u ko'zlarini yumib, qorong'ulik sari sho'ngidi. Ko'zini yana ochganida o'zini koinotda suzib yurgan holda ko'rdi. Shundoq yonida vahimali ulkan ilonning qip-qizil ko'zlari unga qarab turardi. Maxluq o'zining katta tanasini o'rab, boshini Ligonga sekin yaqinlashtirdi. Uning yuzida qo'rquv va hayrat aks etardi. Shu payt ko'rinmas kuch uning qo'lini tortib, ilonning boshiga tekkazdi. Ular tutashgan joy xuddi butun olam unga marhamat qilayotgandek yorqin nur sochdi. Lekin bir soniyadan so'ng barcha narsa g'oyib bo'ldi. Ligon esa hayratda qotib, yerda o'tirgancha qolib ketdi. Qora terga botgan Ligon ko'rganlari tush yoki o'ng ekanini umuman anglay olmasdi. "Aka, yaxshimisiz?" Jiminning to'satdan gapirishi uni o'ziga keltirdi. Hali ham esankirab turgan Ligon undan ulkan ilonni ko'rdingmi deb so'radi. "Ilon? Yo'q, lekin ko'zgu oldida kiyimingizni yechib, sakrab yurganingizni aniq ko'rdim", dedi Jimin. Ligon ortiq hech narsani eshitishni xohlamadi. "Nega bu ilonni faqat men ko'ryapman?" derdi u o'ziga. Uning o'z qo'li bilan gaplashayotganini ko'rgan ikki yigit, "Bizni qutqargan bu odamning aqli joyidami?" deb xavotirga tushdi. U nima bo'layotganiga tushunmay dovdirab turgan bir paytda, uni ilon egasi bo'lgani bilan tabriklovchi tizim xabar keldi. Ketidan juda ko'p ma'lumotlar oqib keldi. Ular orasida Ligon, Ma'budarning 13-taxti kabi unvonlar yozilgan. Ilon egasi kabi unvonlar va turli qobiliyatlar birma-bir ishga tushayotgandi. Ular orasida uning e'tiborini eng ko'p tortgani tez tiklanish qobiliyati edi. Bu tanadagi barcha jarohatlarni davolardi, ammo buning evaziga 1032 soat davomida uning chidamliligi 50% ga pasayardi. Endigina Ligon yangi tanasi aynan shu qobiliyat natijasi ekanini tushundi. Lekin nega avliyolar bu haqda oldin umuman gapirmagan? Bundan tashqari, u ma'budlarning borligini ham sira sezmasdi. Mayli, buning qizig'i yo'q. Asosiysi, tanasi butunlay tuzaldi. Qolgani uni qiziqtirmasdi.
Hozir u faqat bir narsani, unga orqadan zarba bergan yaramaslarni va uni minorada o'limga tark etgan 200 lamachi avliyolarni qirib tashlashni xohlardi. O'sha ifloslarga qanday dahshatli azob berishni o'ylashning o'zidan Ligonning qoni jo'shib qaynardi. Uning qonxo'rligi shu qadar kuchli ediki, yonidagi 2 kishini qattiq qo'rqitib, titratib yubordi. Shu payt iblislar minorasi qulagan joyda politsiya hududni to'liq o'rab olgan va uning nega yo'q bo'lib qolganini bilish uchun maxsus tergov guruhi kelgandi. Ular bu voqea dunyodagi tartibsizlikni kuchaytiradi deb taxmin qilib, bu ishni Ligon izdoshlari yoki uni yomon ko'radigan shogirdlar qilgan derdi. Shogirdlar deysanmi? Ozg'in ofitser unga qaradi. Ana u ofat bo'rilarga qara. Ismsiz odamlar u yoqda tursin. Hatto yuqori darajali avliyolar ham ularga qarshi turishga qiynaladi. Buni kim qilgan bo'lsa ham juda qudratli. Do'mboq ofitser qaltirab ketdi. Nahotki Ligon qaytgan bo'lsa? Kim biladi? Buni vaqt ko'rsatadi deb xo'rsindi ozg'in ofitser. Yaqinda hamma gap oydinlashadi. Shaharning yashil hududida joylashgan ulkan binoda kameralar tinimsiz ishlab yotardi. Jurnalistlar iblislar minorasi qulagani haqida tinmay savol berib, 13-avliyo Ligon rostdan ham qaytganmi deb so'rashardi. Qo'y avliyosi va intervyu spikeri Yang Wei bundan ochiqchasiga asabiylashardi. U mikrofonni ushlab, "Bu masalada izoh bermayman" dedi-da, keskin burilib, jahli chiqib ketib qoldi. Jurnalistlar ortidan shovqin ko'tarib, "Buning ma'nosi nima?" deb qolishdi. Tez ketayotgan katta mashina ichida Yang Wei g'azabdan qaynardi. U jahl ustida qora ko'zoynagini qarsillatib sindirib tashladi. Nega bu